Ekstremli xabar. Hormuz bo'g'ozini Eron yopdi. AQSh bu safar Eronga 140 ga yaqin zarba bergandan keyin Eron javoban Yaqin Sharqni yondirib o'tdi. Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Iordaniyadagi AQShga tegishli bo'lgan obyektlarga zarbalar berdi. Hammamizni ko'z oldimizda mana bir necha kundan beri qarama-qarshi zarbalar tobora kuchayib bormoqda. AQSh prezidenti Tramp Eron uchun men asosiy nishonman. Agar menga biron narsa bo'lsa, Eronni butunlay yo'q qilish bo'yicha topshiriq berganman deb ma'lumot qildi. Demak, hammasi juda jiddiy. Hormuz bo'g'ozini yopildi degani, demak dunyoda hamma narsani yana narxi oshadi degani. Urush geografiyasi borgan sari kengayib boryapti. Keskinlik gradusi oshishda davom etyapti. Nahotki tinchlik yo'lidagi shuncha uchrashuvlar, shuncha harakatlar bekor? Eronda Xaminiy dafn marosimlari tugadi. AQShda jahon chempionati o'z nihoyasiga yetyapti. Bu yog'iga endi nima? Siz qanday fikrdasiz?